Do'stlar, assalomu alaykum. Samarqand shahridagi yana bir navbatdagi obyektimizga. Bu obyektimizga Turkmanistonning qizil keramika g'ishlari terilyapti. Xo'p do'stlar, obzorni boshlashdan oldin sizlardan bitta like, mendan esa to'liq informatsiya narxlari bilan. Xo'p, g'ishlarimizni razmeri 6,5 ga 12 ga 25, balandligi 6,5, 25, eni esa 12. Buni yarimtaligi ham bor. Hozir men obyekt davomida bu yarimtaligini ham ko'rsataman. Xo'p, 1 kvadratga bu g'ishimizdan 52 dona ketadi. Hozir kundagi narxi donasi 4000. Obyektlaringiz kattaroq bo'lsa, yana kelishtirib beramiz. Xo'p do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu g'ishimiz o'zini tabiiy rangida, ichiga hech qanaqa pigment yo'q, o'zini tabiiy rangi. Yillar davomida fasadlaringizga umuman rangini o'zgartirmasdan chiroyli xizmat qilib beradi. Ko'rib turganingizdek, bu obyektimiz juda ham chiroyli terilyapti ustalarimiz tomonidan. Adnaton bitta mana shu rangni o'zi bilan. Ko'rib turganingizdek, 2 etajlik joy. Deraza eshiklarini ichga ham polni shunaqa shu g'ishlardan terilyapti. Bu tomonlari. Hozir tepadan obzorni qilamiz. Yana bir marta. Sabah hormonlar, assalomu alaykum. Mana bu tepa qismlari bu xullas 6,5 ga 12 ga 25 aslan joylarga va mana bunaqa maydaroq joylarga esa mana yarimtaligi ham bor. Va aytganimdek yarimtalik joylarga mana shu maydalardan tegadi. Ustobo g'ish haqida bir fikringizni aytasizmi? G'ishtimizda sifati ham, rangi ham videolarga ma'qul kelyapti. Arzon variant kelyapti. Chorni terib o'rnlardan terilyapti, ko'rib-ko'rsa videolarga ma'qul kelyapti. Moliyaviy tarafdan ham sifati ham. G'ishda izlash terishga qiynalmayapsan, to'g'rimi? Razmerlari, nimalari? Ranglari zo'r. Hammasi zo'r. Rangi ham yaxshi, rangi Chiroyli nejin chiqyapti-ya. Buni orqasiga chorni kladka qilmasdan birdan o'zini ketiryapsizlar kolonaga. yo'q, chorni yo'q. Chorni yo'q. Bitta utilizm qilinadi, tamom, yarim bor. Ha. Asosiy yarim bor. Deraza oldilari esa mana bir vaqt ketyapmiz, yo yarim bor. Hozir bu uyni oldiga umuman chorni kladka ishlatilmagan, shundaymi? Polni shu bilan fasad qilyapsiz. Bu yarim bor o'zi terilyapti. Yana o'tiblikdan bo'lyapti-da. Tushunarli. Hozir bu tomonni chorni umuman ishlatmadilar-a. Ya'ni rasxod kamayadi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, chorni qilib, shkatura qilib, yana bir qanaqadir narsalar qilish o'rniga uyni egasi birdan mana shu fasad qismlarini mana shu bilan qilyapti. Keyin orqa tomonni o'tiblik qiladilar. Mana bu esa deraza eshiklarini oldi, mana derazalarni oldi birdan shu g'ishni o'zi bilan chiroyli qilib tergan va bu tomonlariga esa yarim bar qilgan, orqasini polni yana uy egalari tomonidan o'tiblik bo'ladi deyaptilar. Rastvorni o'rniga bu yerga anaqa ishlatilyapti. Qum bilan sementni aralashtirib, bular ustakalarimiz rastvor qilyapti, lekin bizga buni tayyor qilishni rastvorimiz ham bor. Qora, oq va teri rangda. Ularni ham ishlatsangiz bo'ladi. Ustoba, mana bu g'ishlar nimagami? Sim bilan bo'ylab qo'ygan. Regl joylargami? Eshik derazani ustiga. Ustiga, bo'ylab keyin nima bo'linadi-da? Bo'ylab Tortib, ha? Mana ko'rib turganingizdek, bu yerga ham zakatov qilib qo'ygan g'ishlarni regllarga terish uchun. Mana bu esa eshik derazalar oldi. Bu esa yarimtalik g'ishimiz. 6,5 ga 6,25. Bu g'ishimizning bir donasi 2700 so'm hozir kunda. Yarimtalik joylarga shundan ishlatyaptilar. Azizlar, kimga mana shunaqa g'ishlarimiz kerak bo'lsa, albatta biz bilan bog'lanasiz. Chiroyli qilib O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. G'ishlarga garantiya, sifati umuman buzilmaydi. Xudo xolasa, uyingiz turguncha g'ishlar xizmat qilib beradi. Kanalga obunachini obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like ayamasiz degan umiddaman.